Aya, kim bu odam? Alimentdan qochib yurgan otangiz bu. Bunga yaqinlashmang. O'g'lim, men badbaxt otangni kechir olsang, kechir. Dada, sizni ko'chaga tashlab qo'ymayman. Siz men bilansiz. Nima, buni yetalab keldingiz, o'g'lim? O'rtada bola bor. Qarangiz, choy olib ket tez-tezda. Yana boshladi. Suv quyib yubor tualetga. Knopkasini siz suvga toradi-yu. Bekor olib keldingiz-da buni uyga. Dada, menga nima olib keldingiz? Ha, bu sizga nima ham olib kelardi, o'g'lim? Hey, o'zimizda trend o'layotgan petito tayligini olib keldim. Toza taxtadan tayyorlangan. Voy, suda. Katta bolaga. Sigaret esidan chiqib qopti yana. Qarangiz, bor sigaret olib chiq. Qana, bor. Nima deyapsan? Mening ham haqqim bor bu uyda. Alo? Ana, alimentdan qochib yurgan fuqarolar o'z oyog'i bilan kelib qoldi-da. Nima qilmay ayajonisi? O'rtada bola bor.